Nima jinoyat qildim, opa? Voy, meni kishanlaylar, jinoyatchiman. Voy, yozib qo'yilgan. Voy, men nima jinoyat qildim? Opajonim, bitta noqonuniy narsa yo'q. Yo'q, yaqinlar qaranglar. Men 319-maktabdaman. Kommentariyamga 319-maktabni ko'plab belgilab ketgan ekan. O'shancha bo'lsa 1 minut eshitib turasizlar, pul yutib olasizlar. Maylimi 1 minut eshitib turinglar. Kujonim, qarang, siz qaysi biringlar bilan o'ynamoqchi edingiz birinchi? Mana singlim bilan qarang. Singlim bilan o'yinimizga ketyapti. Singlim qarang, o'yin shartini tushuntiraman. 1 dan 100 gacha liboy bitta sonni tanlaysiz. Nech pulda to'xtaydigan bo'lsa, men sizga o'sha pulni shundoq berib yuboraman. Glavniy so'ra $100 pul yutug'i bor. Orasiga tiqib olaman, bo'ldi. Men aralashtirib tashlayman. $100 qatdaligini men bilmayman. 1 dan 100 gacha liboy bitta sonni tanlaysiz. Nechini tanlaysiz? 60 tanladilar. Birni tanlaganingiz 10 ming so'm pulingiz bo'ladi. Ketdi. 60-raqam nech pul bo'lsa, sinimizga beramiz. Go. 60, 70 larda lekin $100. 60 deganingiz-chi, 5 ming so'm pul yutadi. Sizga necha? 70 mi? Pullarni aralashtirib tashlaymiz. Sinim 70-raqam tanladilar, gol sanaladi. Yo, to'xtang. Qaytadan tanlab oling, liboy bitta sonni. 3 tarafdan sanaladi. 70 tanladilar. 69-70. Sinimga 10 ming so'm pul yutadi. Yo, to'xtang, men kimni deyman, sizmi? Mana, ukam boshdan beri kutib turibdi. Ukamiz bilan go o'yin ketdi. Qarang, pullarni aralashtirib tashlayman. Nechini tanlaysiz? 1 dan 100 gacha tush. 50 so'm tanladilar. Go, 3 tarafdan sanaladi. 1 849 50 midi? 50. Sinimizda, sinim. Sinim nechini tanlaysiz? 32 qarang, aralashtirib tashlayman. Sinem 32 ni tanladilar. Qani go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oxirgisi, oke. Sinimizga. Bo'ldi, so'z, mana o'sha qo'ymayaptilar. Bo'ldi, biz o'yinimizni tugatdik, go. Nima jinoyat qildim, opa? Voy, meni kishanlaylar, jinoyatchiman. Voy.